Assalomu alaykum qadrli ishtirokchilar. Bugun sizlar bilan fundamental tahlil qilishda bizga yordam beruvchi eng muhim saytlar ro'yxati haqida suhbatlashib o'tamiz. Birinchi saytimiz bu stockanalysis.com sayti hisoblanadi. Bu sayt orqali biz kompaniyani to'liq fundamental tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ikkinchi saytimiz finance.yahoo.com sayti hisoblanadi. Bu sayt orqali biz kompaniyaga oid eng so'nggi yangiliklarni biz birinchilar qatorida kuzatib borish imkoniyatini qo'lga kiritamiz. Keyingi saytimiz bizda tipranks.com sayti hisoblanadi. Tipranks sayt orqali biz kuchli moliyaviy tahlilchilarni bu kompaniyaga nisbatan prognozlarini kuzatib borishimiz mumkin bo'ladi. Keling, mana shu uchala saytni biz amaliy dars orqali kuzatib o'tsak. Buning uchun biz brauzer kiramiz. Brauzer kirganimizdan so'ng stockanalysis.com deb qidiramiz. Qidirganimizdan so'ng bu yerda sayt chiqib keldi va sayt chiqgandan so'ng birinchi navbatda biz aksiyani tickerini yozish orqali qidiramiz. Aytaylik, bizga Apple aksiyasini qidiraman. Apple Inc nomi ostida chiqib keldi bu kompaniya. Ustiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng biz kompaniya haqida overview bo'limida ma'lumot chiqib keldi. Ya'ni bu yerda nisbatan qisqacha ma'lumot berilgan. Apple kompaniyasini hozirgi paytdagi aksiyasining joriy narxi $230.54 ekan. Kompaniyaning bozor belgilagan narxi, ya'ni bozor kapitallashuvi 3 trillion 540 milliard dollarni tashkil qilar ekan va yana qo'shimcha ma'lumotlar keltirib o'tilgan bu yerda. Qancha sof foydasi va qancha daromadlari borligi haqida keltirib o'tilgan. Keyingi bo'limimiz bu bizda financials bo'limi hisoblanadi. Bu bo'lim orqali biz kompaniyaning oxirgi choralik hisobotlar davomida chiqargan statistikasini ko'rib chiqishimiz mumkin. Keyingi bizga eng kerakli bo'lgan qismlardan bittasi bu profil qismi hisoblanadi. Biz profil qismiga o'tish orqali kompaniya haqida to'liq ma'lumot olishimiz mumkin. Ya'ni kompaniya nima faoliyat bilan shug'ullanadi, kompaniya qanaqa mahsulotlar ishlab chiqaradi va dunyo miqyosida qanaqa darajada kengligini ko'rib borishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari kompaniya haqida boshqa ma'lumotlar, ya'ni qachon tashkil topganligi haqida ma'lumot yoki IPO sanalari haqida to'liq ma'lumot olishimiz mumkin. Misol tariqasi Apple kompaniyasi 1977-yilda tashkil topgan ekan. Birinchi marta bozorga chiqarilgan sanasi esa 1980-yilda bozorga chiqarilgan ekan. Bu kompaniya texnologiya sektorida joylashgan va Apple kompaniyasi 161 mingdan ortiq insonlar ishlar ekan va Apple kompaniyasining rahbari sifatida hozirgi paytda Timothy Cook ismli inson faoliyat yuritib borar ekan va kompaniya haqida yana boshqa batafsil ma'lumotlar berib o'tilgan. Ko'rib turganingizda stockanalysis.com sayti to'liq fundamental analiz qilishda eng muhim saytlarimizdan biri hisoblanadi. Keyingi saytimiz bu Yahoo Finance sayti hisoblanadi. Yahoo Finance orqali biz o'zimizga tegishli bo'lgan kompaniyani yangiliklarni kuzatib borishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun biz bu yerga aytaylik Tesla tickerini yozamiz. Mana Tesla tickerini yozadigan bo'lsak, bizga Tesla kompaniyasi haqida to'liq ma'lumot chiqib keldi. Mana ko'rib turganlaringizdek, buni ham hozirgi paytda narxi $248.23 tashkil qilar ekan. Biz bu yerdan news bo'lim orqali yana yangiliklarni kuzatib borishimiz mumkin. News bo'limimizga bosganimizdan so'ng bizga Tesla kompaniyasiga oid eng so'nggi yangiliklar chiqarib keldi. Bu yerda birinchida turgan yangilik Donald Trampga uyushtirilgan suiqasd natijasida Dow Jones Futures'i o'sib ketdi degan yangilik bor ekan bu yerda va bu yangilik umumiy bozor tasdiqlovchi yangilik bo'lganligi tufayli albatta aynan Tesla aksiyasida ham ko'rsatib o'tilgan va bu yangilik bozorda 41 minut oldin chiqqan ekan. Mana shu kabi yangiliklarni siz kuzatib borishingiz mumkin. 5 soat avval yana boshqa yangilik chiqqan, 11 soat oldin Teslaga oid yana boshqa bir yangilik chiqqan. Shunaqa holatda siz barcha yangiliklarni kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, men ingliz tilini bilmayman-ku, shunaqa holatda nima qilsam bo'ladi? Siz albatta bu yerda Google переводчик orqali tarjima qilib olishingiz mumkin bo'ladi bu saytdagi hamma yangiliklarni va boyagi stockanalysis.com sayti orqali yangiliklarni ham hammasini Google переводчик orqali bemalol tarjima qilib olishingiz mumkin o'zbek tiliga yoki rus tiliga. Sizlarga maslahat bergan bo'lardim, agar rus tilini biladigan bo'lsanglar, rus tilida tarjima qilganingiz anchagina yaxshi, sababi o'zbek tilida ba'zi joylarda tarjimalar unaqa yemay qolgan joylari ham bor. Shu sababli rus tiliga nisbatan anchagina yaxshi hisoblanadi. Keyingi 3-saytimiz bizda tipranks.com sayti hisoblanadi. Tipranks sayti orqali biz kuchli moliyaviy tahlilchilardan fikrlarini bilib olishimiz mumkin. Bu yerda Tesla kompaniyasiga oid o'zlarining prognozlarini berishgan. 35 ta kuchli moliyaviy tahlilchilar Tesla aksiyasiga nisbatan o'zlarining fikrlarini bildirishgan. 35 ta tahlilchidan 13 tasi buy signal bergan, ya'ni aksiya narxi ko'tariladi deb signal bergan. 13 tasi bu kompaniyani sotmasdan ushlab turish kerak deb fikr bildirgan. Qolgan 9 tasi esa bu kompaniyani zudlik bilan sotish kerak degan fikrni bildirib o'tgan. Bu o'rtacha narxini ko'radigan bo'lsak, Tesla bu yil oxirida $193 gacha tushib ketish ehtimolligi bor deyilgan. Eng yaxshi holatda esa
Tesla bu yil oxirigacha $310 narxga chiqadi deb narx targetlari berilgan. Eng yomon holatda esa Tesla kompaniyasi bu yil oxirigacha $22.86 tushib ketish ehtimolligi bor deb kuchli moliyaviy tahlilchilar tomonidan narx targetlari aniqlab o'tilgan. Bular albatta hammasi nisbiy, albatta bular hammasi ta'lim maqsadlarida berib o'tilyapti, moliyaviy maslahat emas. Shu sababdan albatta riskini o'zingiz hisoblab ko'rib, shunga yarasha savdo qilsangiz bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.